Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kunning muhim yangilik va hodisalarini kuzatib borishning kanalımizga obuna bo'lib, video ostida bizni qo'llagan holda like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Isroil AQSh bilan yangi xavfsizlik kelishuvini muhokama qilmoqda. Isroil AQSh bilan navbatdagi 10 yillik xavfsizlik kelishuvi bo'yicha muzokaralarga tayyorgarlik ko'rmoqda. Endilikda Isroil AQSh bilan qurol-yarog' savdosini kengaytirmoqchi. Qayd etilishicha, kelgusi haftada bo'lib o'tishi kutilayotgan AQSh-Isroil muzokaralarida Isroil naqd puldan ko'ra qo'shma harbiy va mudofaa loyihalariga ustuvorlik berishni maqsad qilgan. Yaponiya-Xitoy munosabatlari keskinlashdi. Tokio fuqarolarni ogohlantirdi. Yaponiya va Xitoy o'rtasidagi munosabatlar yana jiddiy tus oldi. Yapon rasmiylari o'z baliqchilarini Xitoy da'vo qilayotgan bahsli hududlardan uzoqroq yurishga chaqirmoqda. Gap Sharqiy Xitoy dengizidagi Senkaku deb ataladigan orollar atrofidagi hududlar haqida ketmoqda. Ushbu orollar Yaponiyaning nazorati ostida bo'lsa-da, Xitoy ham ularga da'vo qilib keladi. Shu sababli ushbu hududlar ikki davlat o'rtasidagi eng keskin nuqtalardan biri hisoblanadi. Rossiya Odessaga yirik dron hujumini uyushtirdi. 27 yanvar kuni ertalab Rossiya qurolli kuchlari Odessaga 50 dan ortiq hujumkor dronlar bilan hujum qildi. Oqibatda 22 kishi yaralangan. Xarkov va uning atrofidagi hududlarning qariyb 80% elektrsiz qolgan. Ukrainada harbiy holat va safarbarlik uzaytirildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy harbiy holat va umumiy safarbarlikni yana 90 kunga uzaytirishni nazarda tutuvchi Oliy Rada tomonidan ma'qullangan qonunni imzoladi. To'liq miqyosdagi urush boshlangandan buyon ushbu qaror 18-marta qabul qilinmoqda. Qonunlarga ko'ra safarbarlik va harbiy holat 3-fevraldan 4-maygacha amal qiladi.